Assalomu alaykum, hurmatli chorvachilik qizlari. Mana bugungi videom sizlarga manzur bo'ladigan umiddaman. Mana hozir 3 ta boqacha oldim. Mana bu shved paroda 23 millionga tushdi. Yana 2 ta kichkina. Bitta shved, bitta eston paroda, ikkinchisi narki xonaga hozir ko'rsataman. Mana bular 23 milliondan tushdi. Bo'yin peridoklar juda chiroyli. Semiz qora go'sht tuyulgan. Nasib bo'lsa yana bir yil davomida bularni boqaman. Xudo xolasa yana 2 ta olaman. Bir yil davomida 5 ta qilib boqaman. Har yil shu menga 5 ta boqaman. Sredniy bir yilga 60 million chista foyda ko'raman, hurmatli yurtdoshlar. Albatta oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, mana bu o'rniga katta eston Vaska ismli buqa boqgandim. O'shani 10 million qilib 55 millionga sotdim bir yilga. O'gidekda bir 6-7 million narsa edi. Qilib juda foyda katta bo'ldi. Albatta chorvaga yaxshi bo'lasizlar. Foyda juda yaxshi. Masalan, har yiliga mana shunday 4 ta 5 ta buqa boqsanglar, yilning oxiriga borib, sezon oxiriga sizlarga albatta yaxshi rezultat beradi. Mana bu uchinchisi. Bu qizil eston. Chista eston emas, chatma eston. Yeyishi juda ham zo'r. Sog'ligi hammasi yaxshi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa bularni bir yil davomiga boqaman. Yana 2 ta olib, har yil 5 ta boqish. Mana buni yemlari, mana kunjalar yetib qo'yganman. Mana 3 ta. Mana kichkinalarga bittadan bir kosadan, kattasiga mana 2 ta yedi. Keyin mana bu bir kosadan, mana bu makka yormasi, bu nimani makka arpani yormasi, bu kunjalar, mana bular kepak. Mana shulardan har qasidan bir kosa qo'shib 2 mahal beraman. Qolgan vaqtda mana somon, bedam bor. Bulardan ham kuniga 2 mahal yeydi. Mollarning o'zgarishi juda ham yaxshi va effekt beradigan darajaga bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, sog' va salomat bo'linglar. Hammani shunday chorva bilan shug'ullanishga tavsiya etaman. Chunki bu o'zingizni shaxsiy mulkingiz bo'ladi. Chunki mol bankada narsa. Pulni qo'yasiz, shu molga turadi. Xohlagan paytiga sotib foydalanish mumkin. Sog' va salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.